Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, tadbirkor dehqon akalarimiz. Xudo xolasa tadbirkor akamizga pura hajmida Piomax plyonkalarimizni qilib berdi. Bilmaganlar uchun eslatma qilib qo'yaman, akalar. Piomax plyonkamiz Yapon Amerika seriyadan qilingan bo'ladi. Xitoy top 5 talik zavodga kiradi, akalar. Bemalol aloqaga chiqib zakaz bersanglar bo'ladi. Bundan tashqari boshqa plyonkalarimiz ham bor, boshqa brendda, lekin Piomax bo'ladi, ajratib turadi, akalar. Yapon Amerika seriya otidan bilib turibsizlar, Yaponiya Amerika hech qachon yomon narsa chiqarmaydi. Ranglari oq ko'k, metrajlari 8 metrdan 16 metrgacha, uzunligi 100 metr bo'ladi, akalar. Aloqaga chiqaveringlar. Akam kelishlaridan oldin juda ham ko'p plyonkalarni ko'rdilar. Har xil plyonkalar, otini aytmayman. Lekin laboratoriya xulosalaridan ham o'tkazdilar. Mash plyonkada qotdilar, akalar. Sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa soatimizni 11 ga yaqinlashib qoldi. Furamizni ortib tugatdi, akalar. Xizmatimiz 24 ga yetdi. Klient qaytarishi bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa ishinglarni zo'r narxda bitirib beramiz. Feza Group kompaniyasi shunchaki kompaniya emas, sizlarning eng ishonchli hamkoringlar bo'ladi. Sizlar bilan Feza Group bizga foydali.